Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar uchun ikki xil variantdagi komplektimizni tavsiya qilamiz. Komplektimiz fasonlari kelamiz. Fasonlari xurram qoplama holatda ishlaganmiz. Materiallariga o'zingizlar e'tibor qilibsizlar. Yaqinroq olib kelib ko'rsatib, sidinasiga qo'yilgan materiallarni qaranglar. Chiroyli holatda, socha material deyiladi. Skrovniy holatda ishlaganmiz. Ranglari ham shampansivet, o'ziga yarashgan holatda. Old oyoqlari ham 3D o'yma fasonda, yog'ochda o'zida o'yib chiqilgan holat. Yog'ochlari 100% yong'oq daraxtida ishlangan. Komplektimiz orqalari xuddi shunaqangi broshka parda deyiladi. Xuddi shunaqangi holatda skrovniy variantda ishlab berganmiz. Bu komplektimiz 12 kishilik. Xon taxtalar razmerlari 320 ga 120, bemalol o'zini xon taxta holatda ham ishlatsanglar bo'ladi. Narxi kelamiz. Narxi 8 million so'm. O'zbekistonning hamma joylariga dastavka xizmatlarimiz ichida bo'ladi. Keyingi komplektimiz kelamiz. Bu komplektimiz ham bitta ko'rib qo'yasizlar, xudo xohlasa sifati zo'r, rangi oq bo'ladi. Bunimiz jemchuk svet deyiladi. Sidinasiga ham 12 sm qo'yganmiz. Machalkalar, old oyoqlari o'yilgan holatda, yog'ochlari 100% yong'oq holatda ishlab berganmiz. Fasoni ham xurram qoplama holatda, orqalari ham xuddi shunaqangi pardali holatda ishlangan. Xon taxtalari kelamiz. Akvarelli, oynali holatda ishlangan. Xon taxtalari ham MDF bo'lgan. Tag qismlari yumaloq, tumbalari ham ajoyib holatda, chiroyli holatda ishlab berganmiz. Bu komplektimiz narxi kelamiz 10 million 500 ming so'm. O'zbekiston hamma joylariga dastavka xizmatlarimiz bor. Albatta,